Assalomu alaykum, Islomjon o'z kanalining obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Obunachilar, mana sizlarga kechagi chiqarilgan buzoqlarni, novvaslarni, qisqasi sotilganlar, g'unaji novvasdan sotilganlar ichida qolganlarini hozir yana ko'rsatib o'taman. Endi bugunga yangilik yo'q, xudo xolisa eskilarini ko'rsataman. Qolganlarini. Ko'pchilik sotilib ketilgan deb o'ylayotganlar, turganlar bo'lishi mumkin. Misol, mashinani sotilib ketgan bo'lishi mumkin deb o'ylaganlar. Hozir ko'rsatib o'taman, alohida ko'rasizlar obunachilar. Ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Sutimni so'raganlarga mana sutimdimiz obunachilar. Toza semental, toza avstriysk semental, otasi ham, onasi ham semental. Yo'qasam yo gibrid deydiganlar, agar gapingiga ishonsanglar, misol, yo shunchalarga nima bo'lsanglar, kelinglar, urug'idan, xonidan olinglar, borib tekshirtirib kelinglar. Borib tekshirtirib, agar semental chiqmasa biz uni bekarga beraman obunachilar. Biz uni bekarga beraman. Otasi ham, onasi ham semental. Yo misol narsa bo'lsa, chiqmasa misol bekarga beraman. Ishonib, misol kelinglar, veterinariy doktoringlar bilan kelib, qonidan olinglar-da, borib veterinariya nimasida borib tekshirtirib, laboratoriyasida tekshirtirib kelaverasizlar obunachilar. Molxonamda turibdi. 7 million, 8 million so'mga yo'q. Hozir misol to'beringni o'zim olaman. 7 million, 8 million o'zinglarni ham asabinglarni buzib, meni ham asabimni buzib savdo qilyapsizlar akalarga. Kelib, aynaqa beray, bunaqa beray deyapsizlar-ku. Misol, ashnaqalardan to'beringni o'zim olay misol. Foydanglarni beray, 2 million foydanglarni beray, men olay. Ashnaqa toza sementalni ham to'beringni men o'zim olay. 2 million foydanglarni beray, men o'zim olaman. Qisqasi. Hop, ko'ringlar, ma'qul kelsa bo'ladigani 12 million so'm. Bo'ladigani 12 million so'm. Ma'qul kelsa Emdirga telefon qiling. Emdirni o'zini so'raganlarga telefon qilinglar. 12 million so'm bo'ladigan. Ichkitdi, pichkittilari yo'q. Soppa sog'lom buzoq. 15 kunlik bo'ldi buzoq. 12 million so'm bo'ladigani 12 million so'm obunachilar. Mana obunachilar, sizlarga mana katta varianti 6 oylik, 7 oylik, 8 oylik, 9 oylik, qisqasi hammasidan bor. 5 dona kechagi chiqarilgan videoda ikkita mana bu katta buqamizni sheriklar ikkitasi sotildi. Mana bittasi qoldi. Bu ham shu yoshiga bormagan, yoshiga borib qolgan qisqasi. Haliga 10 oylik, anaqa abag'da, misol, yoshidan o'tgan, duvargan endi lobib ketdi, endi gavda bor. Gavda shunaqa ketaveradi, lekin yosh 10 oylik. Mana bular xunajinlar 8 oylik. Ko'ringlar, hop, bular ichida 2 dona novvas, 3 dona xunajin qoldi. Obunachilar, mana revmatizmimiz ham xudo xolisa lechenani boshlaganmiz 2 kundan bos ancha o'ziga kelib, oyog'i sekin tortilyapti. Haliga o'ziga tortilyapti oyog'i. Tortib ancha nima bo'lib qolyapti. Qo'llarning ta'siri sekin. Vashshi tushlari chiqib ketganida, oyoqlar kirilib ketganida, ona sekin qaytyapti, ancha ochilyapti. Yuqori ta'siri. Yuqori boshladik, bo'lyapti. Sog'aysa bu g'unajinimizni nimaga berilmaydi? Hali ham nima emas. Misol, mana 1-2 kun qisqasi nima qilamiz, keyin natija narx-navosi o'zgaradi. Oladiganlar bo'lsa, olib nima qilib keting. Mana videoni ko'rayotganimizda ancha o'ziga kelib, sekin ta'sir qilyapti. Endi qisqasi 3 kundan bos, bugun 3-kun bo'lishi kerak, ukor qilganim, qilishni boshladim. Meni ko'zimga qisqasi ancha ochilyapti buzoq. Haliga turayotganda, yotib turayotganda asosan qiynal, yeb ichishlari zo'ru. Oyoq sekin bildiryapti. Bu tozasidan. Buni 12,5 million so'm. Obunachilar, ozgina xayriga o'tib beraman. 12,5 million so'm. Mana oqini ko'pini ko'pchilik so'rashdi. Oqini o'zini, iminni o'zini olaman deganlarga 14 million so'm bo'ladigan 14 million so'm qilib beraman. Bo'ylari eng kichigini ham bo'yi 1.10. Kattalari 1.15, 1.30 gacha buyda. 1.30 endi 1-2 sm aqbag'da o'ynashi mumkin, sababi o'lchayotganda bo'yni tashavargan bo'lishi mumkin. Misol, tikka turgan holatda, past holatda olib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa. Bularning ichida mana bitta, ikkita, 3 ta toza, qisqasi toza semental 3 tasi. Mana ular mana Kiasni Piostraga chachishgan, bu ham Kiasni Piostraga chachishgan.
Ikkosini ham 50 frazan otasi, mana uni otasi Simental, mana uni otasi Simental. Bu katta Simentallar katta kesni piyosra bor, uncha nima qila olmaydi, ajratishga qiyin. Ashini bolasi Novas, 10 oylik. Mana shalpon quloqligidan bu kichkina mol bo'lmaydi bu ham. Shalanda bo'lib ketadi, bu o'sib ketadi. Hozir birovni o'shida yo 130 o'shida sigirim bilan gavdasi bir xil. O'sha 28, 25 dan balanddagi sigirim bilan gavdasi bir xil uni Novasi. Tepaga olib chiqsam. U sigirim ham kichkina sigir emas. Hop. Keyin mana bu kesni piyosra chachgan xunajinimiz bor. Mana bu oyog'i revmatizm Novas bor, haliga tashlab oladigan Novasimiz. Simental. Mana shu 3 ta. 4ta, 5 ta qisqasi. Ko'ringlar, mag'lub kelsa, ahmovoz to'g'ri kelsa, telefon qilaverasizlar. Orcha baland qo'yilgan astatkalik uchun narx qo'yilyapti, obunachilar. Shu ko'pchilik turyapti, buni olmayapti, yo qo'yapti, nimadir bo'lyapti, qimmat chiqarib qo'yapti deyapsizlar. Mana Steamda 10 million so'mdan yo'q buzu. 10 million so'mdan yo'q. Mana shu xonajillari. Ko'rib turibsizlar hammani. Buganda ashlar akalar menga yo boshqasiga telefon qilib izlanavermaysizlar. Buganda hammani ovolardinglar. So'ramasdinglar. Hozir yo'qlik uchun qimmat bo'lyapti, qimmat bo'lsa ham yo'q o'sha Steamdalar. Hammaga yetadigan darajada bo'lmayapti. Ashunga sal biz ham insof sari emas, anchagina insof bilan qo'yilyapti narx-navolar. 14 million so'm bo'ladigani, mana g'unajinni bo'ladigani 14 million so'm obunachilar. Narga g'unajini bor, 13,5 million so'm. Kesni piyostra mana 13,5 million so'm mana. Bo'ladigani, tortishadigan joyi yo'q. Misol boshqasini ham o'rtog'imni ham misol kimni nomerini qo'yayotgan bo'lsam, sal insof bilan so'rab, haliga asabli qilib qo'yasiz. Ba'zilarda endi to'g'ri tushunadi. Misol ko'pchilik shu yuklagan biladi qanaqa bo'lishini. Tushunmaydigan odam muncha beray deb uradi. Hashakki molga solishtiraveradi bularni. Hozir bittasi telefon qilib, 6 million beray, endingizga anaqa bo'lyapti-yu deyishyapti. To'g'ri bersin, ashila so'z Simentallar anaqa bo'lyapti ekanmish. Endi bilmadim endi. Shunaqa bo'layotgan bo'lsa, hashakkilar shunaqa bo'lyapti-yu, tushunmadim endi. Endi mayli. Savdo ekanu. Shunaqa narxi mana shu 13,5 million so'm, 14 million so'm obunachilar bo'ladigani. Hop, 12,5 million so'm mana oyoq revmatizm deyotganim aybi bo'lish. 17 million so'm mana oyog'i nimaligi uchun. Bundan kichigini 20 million so'mga Samarqandga sotdim. Bundan kichigini edi. Shuni o'vas. Aka tushirib qopti. Lakka bosib qo'ying aka, Samarqandlik aka, katta qo'rg'onlik aka. Hop, mana uni sherigini sotdim, 25 millionga sotdim. To'g'ri, qizil ola. Tozasi. Otasi ham, onasi ham Simental. Endi bu chachishgan. Gibrid bu. Buni onasi kesni piyostra buni. Otasi Simental lekin buni ham. Mana orqalari Simental, mana to'rtburchak orqalari mana. To'rtboshlar to'rtburchak. Endi oriq, to'g'ri, oriq, lekin qoni toza. Firmadan chiqqan, haligi hashaki bo'lib qatib qoladigan buzo'l emas bular hammasi. Bu past bo'lib haligi hashakiga o'xshab qatib qoladigan mol emas bular. Hammasi toza. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, mashinalarni ko'rdinglar. O'sha oshnamni nomerini qo'yaman, oshnamga bemalol aloqa qilib, mana masha hammasini bir joyga olib qo'yinglar. Bitta qo'ra qilib boqinglar, bir 2 oy boqinglar akalar. 2 oydan keyin bular natijasini o'zgarishini bilasizlar. Hozir misol 1 kun, 2 kun, 3 kunda o'zgarib qolmaydi bular. 1 oyda ham o'zgarib qolmaydi. Hozir sizlarga misol 1 oy, 2 oy mana bu mollar falonchi pulga olman, qimmat tuyulishi mumkin. Lekin 2 oydan keyin sirasi bildiradi. Misol mana uni 1.15 deyapman, mana shu xonajin 1.15 bo'lsa, 1.15lik bozorda sigiri ham 18-20 million deyapti. 1.15lik sigiri ham 20 million deyapti. Buni misol mashinaga sog'lom bo'lgani 16,5 million so'm sotdim, misol mashina sog'lomini. Men sotdim, misol shunaqaga sotdim. Ashunga o'ylab nima qilaveringlar. Endi bular ham kichkina mollar emas, endi vohadagi aka-ukalarga tag'li gap. 1.10 deyilyapti, 1.15 deyilyapti, 1.30 deyilyapti, 1.30lik ham kichkina mollar emas.
O'zi bozorda oddiy hashaki mollarni ham mana ham 1.30 chiqadi xolos. 1.60 bo'ladi. Sementalli ham boshqasini eng katta moli 1.60 gacha bo'ladi xolos gavdasi. Undan ortig'i bo'lmaydi. Undan ortig'ini men shu paytgacha nechta ferma kirgan bo'lsam ko'rmaganman. 1.60lik ko'rganman, 1.60lik ham kichkina mol bo'lmaydi. Novasi ham, sigiri ham. Sizlardan endi mehnat, like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib qo'ysangiz sizlarga birinchi bo'lib borib turaveradi. Shu yuklagan narsalaringiz birinchi bo'lib borib turaveradi. Mana buqacha ancha buqaga irg'ali, molga irg'iydigan bo'lib, hashaki mollarga irg'itib qoshirib olsang ham bo'laveradi. Vohidagi aka-ukalarga urug'ini olsang bo'laveradi. Haligi bachka mol bo'lmaydi, ana kut boshlari. Galishtin emas. Galishtin degani, galishtin emas. Kut boshlar to'rtburchak. Mana oyoq qo'llari baquvvat, prosta oriq novasi. Mana 1.20lik turgan ustunimdagi holati obunachilar. Kelib o'lchaverasizlar. To'g'ri, men bo'yin to'shni o'lchamagandirman-ku. Mana shu 1.20 ga mana shu ustunni qo'ydirganman. Holatini ko'ryapsizlar. Manusini 1 metrga qo'ydirganman, manusini 1 metrga qo'ydirganman. Kelib, men metringdan olib keling, shina o'lchayni obunachilar, mana shina o'lchayni 1 metr chiqadi. Mana shu chiqmasa, uka, men nima qilibsan deysizlar misol. Mana shuna o'lchaysizlar, 1 metr chiqmasa, anisi 1 endi 2 sm, 1 sm aqabaqa o'ynagan bo'lishi mumkin. Nargi bosh bilan bu bosh sababi nolni o'ldirib olgan, nargi bosh bilan. Men lekin 1.20 ga qo'ydirganman, misol bir tomonini. Mana shunaqa obunachilar. Halollik bilan misol 500 ming qo'yamanmi, 1 million qo'yamanmi, men aybini aytib, sog'lom, chachishgan, menga sog'lom deb, chachishgan, toza deb sotgan bo'lsa, men halollik bilan o'zimni pulimni halol qilib gapiryapman, misol bu yerda. O'shaning uchun savdo qiling obunachilar. Men uni masalan toz semental deb sotgan, toz semental emas, kiyasni piyostroga chachishgan deyapman. Toz semental deb 16 million, 17 millionga sotsam bo'ladi. Chachishgan bu, puli ham yengil kelgan, chachishgan. Kiyasni piyostroga chachishgan. Ma'lum ham kiyasni semental deyilgan, kiyasni piyostroga chachishgan bu ham. Otasi lekin semental buni. Bilib ham olganman misol, bilib ham olganman. Mana shunaqa obunachilar. Lekin otasi semental buni. Ma'lumlar semental mana. Smeshni mana. Ano toza semental ano lekin. Ana maymoqcha. Ba'zi bir tashaveradi. Uncha ajrata olmaysizlar. Ba'zi tashaveradi uncha. Lekin boqsa bo'laveradi. Asosiysi novasi. Mana ham ancha o'ziga kelib qoldi. Dorikorini joyiga qilyapman. Ancha men o'zimni ko'zimga bilindi. Misol olinglar demoqchi emasman, endi shunaqa. Jinoyat bor. Manzilimiz shu Namanganda.